Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 7-mart chizso'si haftaning shanba kunida aeroport Pulkovodagi mana holatlar jarayonlarini sizlarga tanishtirib boramiz. Hozir mana ko'rib go'shoqda bo'layotganlaringizdek, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida bir vaqtning o'zida Sankt-Peterburg Toshkent hamda Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishlarida registratsiya jarayonlari boshlandi. Passajirlar ma'lumotlarda turgan holatda registratsiyadan o'tib, ya'ni registratsiya ro'yxatdan o'tib, bagajlarini topshirishyapti. Aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, har doim kerak biletlar masalasi bo'yicha ushbu videoni ostidagi telefon raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. O'zimiz mana shu yerda aeroportda maksimalni sizlarga yordam qilgan tarzda aeroportda sizlarga mana uchrashib o'tkazib qo'yaveramiz. Bemalol biletlarni xarid qilib olishlaringiz mumkin aziz vatandoshlar. Havo yo'llarida bilasizlar 23 kg bagaj 8 kg urishni o'zingiz bilan olib ketasiz. Standart havo yo'llarini barcha направленияlarida 23 kg bagaj 8 kg urishni o'zingiz bilan olib ketasiz. Hech qanaqa havo yo'llarida tariflari o'zgargani yo'q. Yaqinda juda ham katta aksiyalar e'lon qilindi. Termiz, Qarshi, Toshkent yo'nalishlarida, Imon O'zbekiston havo yo'llarida 23 kg bagaj 8 kg urishni tarafida biletlar narxi atigi 8800 rubldan 7700 rubllardan bo'lib qoldi. Aziz vatandoshlar, aloqa chiqaverasiz. Biz o'zimiz mana shu yerda aviakassa xodimlari sizlarga maksimal yordamda bo'lamiz.